o'z padari tomonidan o'limga hukm qilingan farzand qanday qilib dunyoni titratgan imperatorga aylandi. Xoqon taxtini qizg'anib, o'zining yosh vorisini yov qo'lga garovga beradi. O'g'lidan batamom qutulish maqsadida esa hech o'ylanmay dushman qabilaga hujum boshlaydi. Ammo qatl etilishi kerak bo'lgan yosh shahzoda tutqunlikdan qochib, poyonsiz dashtlarga singib ketadi. Yillar o'tib, u qaytib kelganida esa Shanardan xalos bo'lgan oddiy tutqun emas, balki tarix o'zanini burib yuboruvchi qudratli kuchga aylangan edi. Unga shunchaki olomon emas, irodasi temirdek toplangan va mutlaq sadoqatli armiya kerak edi. Shu maqsadda u harbiy san'atda inqilob qildi. Havoni yorib uchuvchi chovush o'qini, ya'ni vizilovchi payqonni kashf etdi. Qoida o'ta qat'iy edi. Mening o'qim qayerga sanchilsa, hammangiz o'ylamasdan o'sha nishonni urasiz. O'shinining sadoqatini sinash uchun u kamonini avval o'zining eng uchqur tulporiga, so'ngra suyukli ayoliga qaratdi. Buyruqni bajarishga ikkilangan shafqatsizlik bilan qatl qildi. Endi uning ortida hissiyotlarga berilmaydigan, faqat bir insonning amriga qat'iy bo'ysunuvchi tirik harbiy mashina turgan edi. Nihoyat qasos soati bong urdi. Katta ov maydonida o'qitilmaganda chovush o'qini o'z otasi amaldagi Xoqonga qaratdi. Soniya o'tmay minglab kamonlardan uzilgan o'qlar shafqatsiz hukmdorni yer tishlatdi. Oliy hokimiyatni qo'lga olgan bu yigit bashariyat tarixida birinchi bo'lib armiyani o'nlik, yuzlik, minglik va tumanlarga, ya'ni 10 minglikka ajratdi. E'tibor bering, asrlar o'tib Chingizxon va Amir Temur kabi buyuk sarkardalar ham jahonni aynan mana shu mukammal harbiy tizim yordamida egallagan. O'tning chakanidan to Kaspiy dengizigacha cho'zilgan ulkan saltanatga asos soldi. Uning qudratidan dahshatga tushgan Xitoy imperiyasi o'zini himoya qilish uchun Buyuk Xitoy devorini yanada mustahkamlashga majbur bo'ldi. U nafaqat qudratli davlat, balki kelajakdagi barcha turkiy xalqlarning tamal-toshini yaratdi. Tarixiy manbalarda, xususan Xitoy nomalarida u dahshatli imperator Metaxon nomi bilan muhrlangan. Turkiy xalqlar xotirasida va qo'hna dostonlarda esa u o'zidan millionlab avlodlar qoldirgan afsonaviy xaloskor Buyuk Oğuzxon edi.